Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 13-mart, haftaning juma kuni. Hammamiz juma yon boray bo'lsin hammaga. Do'stlar, Andijon qora tovuqlarimiz sotiladi. Tuxumlash jarayoni mana. Andijon qora tovuqlarimiz sotiladi. Hamma vaksinalarni olgan, sog'lom. 7-8 oylik tuxumlash jarayoni. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Tuxumlari. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka mavjud. Kamroq bo'lsa bittadan chiqaraveramiz, ko'proq bo'lsa kelishilgan holda o'zimiz olib beramiz. Tovuqlarimiz juda ham sog'lom. 4000 tani ichida 1,5 mingta terib olingan. O'sha urug'lik uchun, inkubatorlik uchun. Endi sotuvga chiqardik. Inkubatorlarni to'ldirib oldik, zapas tuxum qilib oldik. Endi kam-kam sotib boshlayapmiz, xudo xolasa. May oyigacha hammasini sotib yuboramiz inshaalloh. Keyingi yilga yana noldan tashlaymiz o'zimizga. Mana Avstraliya Ruminiya xo'rozlarini qo'shganmiz. Andijon qo'rozlariga. Mana Ruminiya xo'rozlari. Mana tuxumlash jarayoni ikkitalik o'tiradi. Ikkitalik o'tiradi. Tuxum tug'ish bo'yicha chempion. Yo, bismillah. Yaqindan olaylik. Mana do'stlar. 7-8 oylik. Juda ham sog'lom, vaksinalar bo'lgan. Manzilimiz Samarqand viloyat, Payariq tuman, Chelak shahar. Aspidinni yana shunaqa shekilli indiklarimiz. Oh. Mana do'stlar, kimga kerak bo'lsa telefon nomer qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. 5 ta, 10 ta, 1000 ta, 100 ta, kimga nechta kerak bo'lsa, bemalol dastavka qilib beramiz, dastavka pullik. Juda ham sog'lom, juda ham. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.